Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Qasab ichaman, bu aniq olovli shilliq edi. Ertangi ishontirmoqchimisan? Yirtqichlarni olovda yonayotganini ko'rdim. Bu qanaqadir sehrga o'xshardi. Nimalar deyapsan, Gel? Hech qanaqa shilliq bunaqa sehrga qodir emas-ku. Menimcha, u yotishdan oldin Gulxanni o'chirishni unutgan. To'g'ri, keyin unga olovli maxluq hujum qilgan. Sir ochilib qoldi. Kulaverlaring. Yoji, questni bekor qilmoqchimiz. Tashvishlanmang, bu ko'pchilik bilan sodir bo'lib turadi. Bekor qilgan emas. Shunaqa bo'lib qoldi. Questni tez tugatib qo'ydim. Ammo qanaqa qilib buncha ko'p tera oldingiz, tushunmasmi? Shoshmang, hozir boshdan chaqiraman. Qanaqa? Sen shuncha ko'p dariya gullarini ko'rganmisan umringda? Bu yigit bo'ysundiruvchimi? Yo'ji, yana senmi? Ojiz. Bu 2 yilga yetarli. Hammasini olguncha muammolar bo'lmadimi? Bu juda oson bo'ldi. Juda ko'pmi? Yo'q, hammasini albatta olaman. Ammo bu eliksirga unchalik ham ishimiz tushmaydi. Tushunarli. Hamma o'rmonda 2-3 ta maxluqlarni uchratdim men. Nima? Kapitan! Muammo! Nima bo'ldi? O'rmondan ko'plab tutunli signallarni oldi. Eshitilyaptimi? Aniq, vataniq. Maxluqlarni ko'ryapsanmi? O'tda yirtqich hayvonlar borligi haqida xabarlar kelyapti. Ha, ularni bir to'dasi bir yo'nalish bo'yicha ketyapti. Qayerga ketishyapti? Xo'sh, ko'raylikchi. Aniq ma'lumot yo'q. Ular faqat quyosh tomon yurishyapti. Bo'tdagilari ham. Xo'sh, ularga ergashaylikmi? Ular qattiqdir yig'ilishayotganga o'xshaydi. Bu yaxshi emas. Shunday emasmi? Qanaqa bema'nili, minglab maxluqlar xatdan kelyapti. Ularning yo'nalishi qayerga boryapti? Aha. Sarguzashtchilar diqqatiga. Eshitinglar, minglab yirtqich hayvonlar Fastanga qarab kelishyapti. Ular botga 1 soatdan kamroq vaqt ichida yetib kelishadi. Barchangizdan shaharni tark etishingizni so'raymiz. Hech qachon shahar aholisiga nima bo'ladi? Faqat o'zimizdan o'ylab qochib ketishimizni xohlayapsanmi? Ularni mingdan ortiq deb aytdingiz. Aniq shahardagilar bunga dosh bera olmaydimi? Biz qolamiz va ularni barchasini himoya qilamiz. Shaharni saqlab qolish imkoni bo'lganda buni amalga oshirardim.
Ammo biz juda kammiz. Bizda qila oladigan yagona narsa hech bo'lmaganda kimnidir shahardan qochib ketishga imkon berish. Boshqa yo'li yo'qmi? Menda bitta fikr bor. Yuji. Bolam, qahramonlik qilish shart emas. Sen shunchaki bo'ysundiruvchisan u. Nima bu? Suyakli shilliqmi? Bu ajdaho suyagi. Ajdarho? Bo'ysundiruvchilarning o'zining hiylasi bor. Bu faqat bir marta ishlaydi. Bu suyagi bilan ajdaholarni yaratsa bo'ladi. Oo, Va buni ularni yoqish uchun ishlataman. jiddiymi? Rostdan ham uni qila olasanmi? Yoji, sen oddiy bo'ysundiruvchi emasligingni bilaman. Lekin birinchi marta kimdir ajdarho olovini yarata olishini eshitibman. Bu shilliq. Urinib ko'rish kerak. Ayigiz, yoki boshqa yo'li bormi? Senga qanday yordam bera olamiz? Ali, bu jiray yakulidan tayyorlangan eliksir. Ular bunchalik tez yordam beradi deb o'ylamagandim. Shoshilinglar, yirtqich hayvonlar istalgan vaqtda kelishi mumkin. Ularni chegarada o'tishga yo'l qo'ymang. Kuchinglarni boricha harakat qilinglar. Ha! Marobora, yaxshimisiz? Bu kichkina go'zalni sog'liq xavfsiz yetkazish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Kelinglar, ortga qaytamiz. Qanday so'rarada? La'natdan, bular bilan men jangga aniq kira olmayman. Rahmat senga Yuji-san. Endi o'zimni ancha tek hisobman. Boshchi, Yuji. Mayli, davom etavringlar. Bu fasis. Tugadimi? Yo'q. Bu faqat boshlanishi. Bolalar, hammasi uchun 15 daqiqa. Sehr yaratish. Ozgina qiynalamiz. Dushmanni yo'q qiladigan, ammo shaharni qutqaradigan sehr kerak. Yuji, bizda favqulodda holat. Brigada jamoasi Yuji, u yerda shubhali odam aylanib yuribdi. Qo'rqinchli. Unda nimadir noto'g'riligi aniq. sehrli tosh. Maxluqlar o'sha yerdan kelgan bo'lishi mumkin. Faqat o'zimi? Bilmadim. Oldiga yaqinroq bora olasanmi? Menimcha biroz yaqinlasha olaman.
Lekin bu tosh unga qo'lini tekkizgan har kimni o'ldiradi. Yuji, bizani o'ldirmoqchimisan, a? Nima? Bo'lishi mumkin emas. Uni ustiga to'siq qo'yib, keyin yo'q qilaman. Xavotir olma. Rostdanmi? Albatta. Shoshmachi. Nimaga uzilib gapirding? Qani sakradik. Olg'a! Yeb qo'yganda. Yaratish sehri, sehrli tuzoq. Yaratish sehri, to'siq. La'nat toptashish. Sehr ishladi. Bo'ldi. Uni qo'lga olinglar. Shoshma. Unda nimadir noto'g'ri. Qo'y iflos dunyo poklansin. Joniga qasd qildimi? Yuji! Bas deyarli keldi. Qanday tez? Yahu, ko'z ochib yumguncha. Hoy, hoy, qarang. Orqaga chekinmang. Ularni oxiri yo'q. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bora, ularga yordam ber. Nima? Mama? Man? Shilliqlar, Gimel va yigitlarga yordam beringlar. Tushunarli. Tushundim. Yaxshi. Sehrli yaratish. Olishar. Odamni shilliqlar. Yuji bizani himoya qilyapti. Kelinglar, unga yordam beramiz. Ular qahramonlarni bostirib kelishyapti. Shaharni to'siqlanyapsam ham jahannam olova atrofdagi hamma narsani yo'q boradi. Mana qanday to'siqni o'ziga sinni qo'yib qolaman va hammani tashqariga chiqaraman. Qoyil maqom. Lili, ajizga to'g'rigan iltimos. Geyl va boshqalar shaharga kirsin. Tushundim. Barcha shilliqlar bu yoqqa kelinglar. Shahar bo'ylab teng masofaga tarqalinglar. Tushunarli. Deyarli jamoasi ertagidan. Shu yerdamas. Qani tezroq. Gut, xavfsiz. Barcha ortga, shaharga qaytinglar. Shilliqlar, tayyormisizlar? Biz faqat seni kutyapmiz. Buyrug'ingizni kutyapmiz. Yuji, bizda muammo. Birgalikda uni yengamiz. Vaqti qo'ydi. Biz o'ylamang. Hammasi yaxshi. Yuji. Shilliqlar, tayyor turinglar.
Ajoyib. Ana endi boshlaymiz. Yaratish sehri, to'siq. Do'za, butun shaharni to'sib qo'ydimi? Yaratish sehri. Jahannam olovi. Mana shu bo'ysundiruvchini kuchimi? U ajdarho olovini qayta yarata oldi. Bunaqa sehrli kuchni birinchi bor ko'rishim. Rostdan ham bu uning ishimi? Albatta, yana kim ham buni qila olardi? Agar kimdir buni o'rnib ko'rmoqchi bo'lsa ham, o'ziga katta zarar yetardi. Bu o'z joniga qasd qilish. Qani kelmadi. Yuji. Yuji. Mani miqdorini tiklash uchun biroz ichpin ishlatishga to'g'ri keladi. Ozgina og'riqda, ammo hammasi joyida. Shilliqli. Yana bir marta. Yo'q, boshqa bir qila olmaysiz. Hammasi yaxshi. Shilliqli. Xo'p, aytganingizdek. Yaratish sehri, to'siq. Jahannam olovi. Yuji. Xayrli tong. Yaxshi uxladingizmi? Ayegiz. Bo'tda. Ishonmayman. Ortga qaytamiz. Mazali. Jarohatlanmaganingizdan xursandman. Geyl va yigitlar o'ta ziyofat qilishyapti. Ularni bari sizdan minnatdor. Tushunarli. Rostdan ham sizdan juda minnatdormiz. Hatto o'zingizga tanish bo'lmagan shaharni saqlab qoldingiz. Yuji, siz nimaga bizning shaharga yordam berdingiz? So'rasam bo'ladimi? Yaxshilab dam oling, xo'pmi? Loyiha emas, g'irt bosh og'rig'i-yu. Jin ursang, jahannam ham bo'tdan yaxshiroq. Kechirasiz, bugun sovib o'tdi. Shunga cho'shib olib keluvdim. Qanday yoqimli shabada. Men esa juda ochman. Hoy, nimaga biza qochib ketdik?
O'tda juda ko'p ovqatlar bor edi. Ularni totib ko'rmoqchi edim. Yana janjal chiqishini xohlamagandim. Biz sakrab tushib, o'sha yigitni o'rab oldik va atigi 3 ta sehr orqali uni o'ldirdik. O'shanda o'sha la'natli tosh sindi. Vau, juda zo'r-ku. Rostdan ham o'sha yigit qayta qimirlamadi. To'g'ri, bu juda g'alati edi. Shunaqa bizani qahramon shon sharafni olishdan qochibdi-da. Bu buyum jasad oldidan topildi. Uni oldida esa la'natli tosh bor edi. Bu o'sha kult bo'lishi mumkin. Mana allaqachon markazga hisobot yubordim. Yuji, deyarli yetib keldik. Mari 街に行ってみてえな。